Bugun erimga yog'liqqina osh qilib beraman. Biz o'tgan hafta qiluvdik. Men bugun qozon kabob qildim. Man oldimga gapirmanglar. Men erim Rossiyada-ku. Mana qara kuchuk. Ha aka. Mazza qilib osh yeygansizlar deb. Hayding diyonaku. Uyda guruchyoqlikdan xabar yo'q bizning xotinni. Uyga go'shtlar yo'q. Ha, kartoshkam yo'q. Qozon qabob qanday qilmoqchi bu? Mana erim qo'chqorga o'xshaydi. Tuf ko'z tegmasin. Men ham erim buqaga o'xshaylar, gavdalarini qarang qani kattaligini. Mani erim hayvon emaslar. Rossiyagalar. Qay, aka endi qo'yga o'xshatmaylar-ku. Qo'yga o'xshaysan anda. Sochingni qara. Qo'yni hidi ham bor-da senga. Biz 3 oylik bo'ldik. Sekin tepopti. Alda yo'qdi. 3 oylik bola ham tepadimi? Mana bizaniki 7 oylik bo'ldi. Ichkariga futbol o'ynaydi. 7 oylik bunaqa kichkina bo'lmaydi, allama. Jimmy qani? Bunaqa gaplarni gapirmanglar. Aytdim-ku, erim Rossiyagalar deb.